Xo'sh, men bitta 16 Pro'ni $400 narxlamoqchiman. $400 16 Pro telefonini narxlamoqchiman. Nimaga bilasizlar? Mana ko'rasizlar. Mana. Prosta bu telefonda bo'lib ketdi. Bu telefonda konki uchilgan menimcha. Konkini noto'g'ri aytmadimmi? 16 Pro'ni o'zi sostenasi mana shu oynasida ekan. $400 narx aytyapman. Endi qarang. 16 Pro 128 natural telefon ekan. Bunaqa holatdagi telefonlarni nima qilasizlar deb ko'pchilik savol beradi-da. Endi $400 ga 16 Pro o'zi birinchidan arzon. To'g'ri, oynasi qirilgan bo'lsa ham, lekin $400 ga arzon. Qarang, mana. Shuni endi bitta men baholayman. Mijozga aytaman. Shunaqa narxga. Endi bu narxga men sizga olib bermoqchiman. Men o'zimga to'g'risi bu qiziq emas. Bunaqa telefon bu vitrinadan men sotmayman. Men imkon qadar sotaman har doim. Qanaqa telefon? Sostenasi zo'r, holati yaxshi, misol uchun hech qanday alishmagan, korobka dokumenti bor. Shunaqa telefon sotishni o'zim xohlayman. Chunki bitta gapda, mendan olib ketgan odam, mayli men odamga hozir u telefonni tiqib yuborarman, qanchadir vaqt o'tar, 3 oy o'tadimi, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 10 yil o'tsa ham qachondir olib boradi. Misol uchun o'sha telefonni bu joy alishgan bo'lsa, o'sha odam mendan norozi bo'lib qolishini xohlamayman. Shuning uchun men sotkim kelmaydi. Bu joyi alishgan, et-betiga nimadir qilgan telefon sotkim kelmaydi. Mana bunaqa telefonlarni endi mijozlar olib kelishadi. Misol uchun mana shu oynasi qirilmagan, hamma joyi zo'r bo'lsa, 128 16 Pro bo'lsa, misol uchun $800 gacha olaman. Endi